Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzuyimiz ya'ni g'o'zani zararkunandalardan himoya qilish mavzusida. Demak, g'o'zada bir muncha ko'plab ya'ni so'rovchi hamda kemiruvchi zararkunandalar uchraydi. Birinchi ya'ni zararkunandamiz tamaki tripsi bo'lib, bu zararkunanda o'simlik barglarini shirasini so'rib zarar yetkazadi. Zararlangan barglar yetilib ketadi, tanasi cho'zinchoq bo'lib, ya'ni to'q sariq rangda bo'ladi. Lichinkasi esa och sarg'ish rangda bo'lib, tamaki tripsi o'simliklarning ichidagi yosh barglarga tuxum qo'yadi. Bitta urg'ochi tripis ya'ni rivojlanish davrida 100 tagacha tuxum qo'yadi. Butun yoz bo'yida esa 7 martagacha avlod berishi ya'ni kuzatiladi. Ham lichinkasi hamda imagasini aslida ko'rishingiz mumkin. Keyingi zararkunandamiz esa mana shu tamaki tripsiga qarshi kurash choralari sifatida ya'ni agrotexnik tadbirlar sifatida g'o'zaning chidamliligini oshirish maqsadida ya'ni chora-tadbirlar, ularni o'z vaqtida sug'orish, o'g'itlash, kultivatsiya, ya'ni bu esa zararkunandaning sonini bir muncha kamaytirishga erishiladi. Biologik kurash usuli sifatida esa tamaki tripsiga qarshi oltin ko'z entofagini 3-4 kunlik ya'ni tuxumlardan 1:10, 1:20 nisbatlarida 10 kun oralatib esa 2 marta chiqarilganda, zaruriyat bo'lgan maydonlarda esa oltin ko'z tuxumlarini 500 mingtagacha chiqarish davom ettiriladi. Tamaki tripsida tushgan dalalarga esa xon qizi, qo'ng'izlar, sulfit pashshasi, afiditlar va boshqa foydali hasharotlarni esa jalb etadi. Kimyoviy kurash chorasida ya'ni vegetatsiya davrida ya'ni 4-7% ya'ni o'simlik trips bilan zararlanganda kuzatilsa, mospilan, karbofos yoki kamilot yoki boshqa turli xildagi o'sha o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan ro'yxatga olingan ya'ni kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Keyingi zararkunandamiz esa o'simlik bitlari, ya'ni bitlar bu o'simlik shiralari deb ham aytiladi. Bu zararkunandamiz beda yoki akasiya biti O'rta Osiyoda keng tarqalgan bo'lib, 52 tur ya'ni o'simlikka zarar yetkazadi. G'o'zani may-iyun oylarida zararlaydi. Akasiya biti tuxumlik fazasida qishlaydi. Partagenoz yo'li bilan tirik tug'ib ko'payib, ya'ni 17 tadan 20 tagacha avlod berishi mumkin. Keyingisi esa poliz biti, bu zararkunanda hammaxo'r bo'lib, ya'ni o'simliklarning qirg'oq turiga zarar yetkazadi. Rangi ko'kish sarg'ish to to'q yashil bo'lguncha, ya'ni tirik tug'uvchi urg'ochlarning boshi esa oyoqlari shira chiqarish, naychalari hamda lichinkalik va imagalik bosqichlarda qishlaydi. G'o'zadan keyin poliz ekinlarga uchib o'tadi, 15-17 martagacha, ya'ni avlod berib rivojlanadi. Katta g'o'za biti esa O'zbekistonning barcha paxta ekiladigan keng tarqalgan bo'lib, maydonlarda boshqa bitlarga nisbatan yirikroq bo'lib, tanasi ko'kish yoki sarg'ish, ko'zlari qizil, oyoqlari va shira naylari juda uzun bo'ladi. Tuxumlik bosqichida, ya'ni yantoq o'simligida qishlaydi. Bu yerda esa akasiya biti rasmi, poliz biti rasmi hamda katta g'o'za bitini rasmini ya'ni ko'rishingiz mumkin. O'simlik bitlariga qarshi ya'ni agrotexnik tadbirlar sifatida g'o'za ko'chatlarini qator oraliga ishlov berish hamda o'simliklarning chidamliligini oshirish maqsadida ya'ni NPK, azot, fosfor, kaliy o'g'itlari eritmasi bilan g'o'za maysalarini bargi orqali ya'ni oziqlantirish, begona o'tlarga qarshi kurashish, bu agrotexnik tadbir sifatida yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Biologik kurash usulida esa g'o'za bitlariga qarshi oltin ko'z entofagining 3-4 kunlik tuxumlaridan ya'ni 1:10, 1:20 nisbatlarida 10 kun oralatib 2 marta chiqariladi. Zaruriyat bo'lgan maydonlarda esa oltin ko'z tuxumini 500 mingtagacha chiqarish ya'ni davom ettiriladi. Shira tushgan dalalarga xon qizi, qo'ng'izlari, sulfit pashshasi, afiditlar va boshqa foydali hasharotlar ya'ni jalb qilinadi. Kimyoviy kurash usuli sifatida esa g'o'za bitlarining soni vegetatsiya davrida ya'ni 8-10% o'simliklarni barg plastinkasida o'simlik bitlari bilan 5-25% qoplaganda, ya'ni eng asosiy kimyoviy preparatlardan mospilan, spimetrin yoki karbofos va boshqa kimyoviy preparatlar bilan ishlov berilganda bu zararkunandaning sonini ya'ni keskin kamaytirish mumkin. Keyingi zararkunandamiz esa o'rgimchak yana bo'lib, ya'ni g'o'zaning
ashaddiy zarar kunandasi bo'lib, 248 tur o'simlik bilan oziqlanib, shundan 37 ta turi qishloq xo'jaligi ekinlari. Urgumchakkani 160 tadan, ya'ni 600 tagacha tuxum qo'yadi. O'zbekistonda 18-20 tagacha avlod berishi mumkin. Agrotexnik tadbirlar sifatida esa g'o'za ko'chatlarini qator oralarga ishlov berish, NPK o'g'itlari eritmasi bilan, ya'ni suspenziya shaklida maysalarni barg orqali oziqlantirish, begona o'tlarga qarshi, ya'ni kurash tadbirlarini olib borish, biologik kurash usulida esa urgumchakkanaga qarshi, ya'ni oltin ko'z entafagining 3-4 kunlik tuxumini 1:20 nisbatlarda 10 kundan oralatib 2 marta, ya'ni zarurat tug'ilganda, zararkunandalar soni ortib borganda esa yana qo'shimcha ravishda 500 tadan 1000 tagacha, ya'ni dalaga chiqarish mumkin. Atrof muhitga va foydali hasharotlarga zararsiz bo'lgan oltin gugurt preparatlardan, ya'ni oltin gugurt 220-30 kilogramdan changlatish yoki 0,5-1 litr oltin gugurtli ohakli qaynatmasini gektariga 300 litrdan, ya'ni purkash tavsiya etiladi. Kimyoviy kurash usulida esa vegetatsiya davomida 10% o'simliklar plastinkasi zararlangandan oshgandan so'ng esa ularga qarshi, ya'ni kimyoviy o'simliklar karantin va himoyasi agentligi tomonidan tavsiya etilgan, ya'ni ro'yxatga olingan kimyoviy preparatlar Nisaran, Fufanon yoki Omayt, Vertimak shunga o'xshagan kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish, ya'ni hosildorlikni saqlab qolishga erishiladi. Keyingi zarar kunandamiz esa g'o'za oqqanotning zarari oqibatida paxta, poliz va boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari hosilini 30-40% gacha, ya'ni kamaytirishi mumkin. Ko'proq qismi nobud bo'ladi hamda paxta tolasini sifati pasayishiga olib keladi. Bu zarar kunandaga qarshi kurash choralari sifatida esa agrotexnik tadbirlar sifatida oqqanotning asosiy ko'payish manbasi bo'lgan issiqxonalardan tarqalishini oldini olish hamda yelimlangan sariq rangli maxsus qog'ozlardan foydalanish, o'simlikning chidamligini oshirishni ta'minlashda tadbirlar, ya'ni organik va mineral ozuqalar bilan oziqlantirish, qator oralarga ishlov berish, sug'orish hamda barcha o'sha agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida olib borish, bu ya'ni zarar kunandani ko'payishiga oldini olinadi hamda uni tadbirlar o'z vaqtida olib borganda bu zarar kunandaga nisbatan o'simlikda chidamlilik hosil bo'ladi. Biologik kurash chorasi sifatida esa oqqanotning entafagi bo'lgan, ya'ni enkarji entafagini zarar kunanda soniga qarab, ya'ni 1:20, 1:30 nisbatlarga 10 sxemada, ya'ni tarqatish, oltin ko'z entafagini esa 3-4 kunlik tuxumlarni 1:10, 1:20 nisbatlarda 10 kun oralatib 2 marta qo'yish tavsiya etiladi. Kimyoviy kurash usulida esa zarar kunandaning g'o'zaga xavfli bo'lgan maydonlardan Mospilan, Confidor yoki boshqa Deplafos, ya'ni ruxsat etilgan agentlik tomonidan ruxsat etilgan kimyoviy preparatlar bilan ishlov berish, ya'ni hosildorlikni saqlab qolishga erishiladi. Keyingi zarar kunandamiz esa beda qandalasi bo'lib, beda qandalasi g'o'za ko'saklarining 20% dan ko'proq qismini shikastlaydi. Bunday ko'saklarda esa paxta tolalari buziladi va bir-biriga yopishgan qo'ng'iz maysaga, ya'ni aylanib qoladi. Buning uchun esa agrotexnik tadbirlar sifatida bunga ham o'sha kurash choralari sifatida qatorlarga ishlov berish, hamda NPK, ya'ni fosfat, kaliy, azotlik o'g'itlar bilan suspenziya shaklida baglarga sepish, hamda biologik kurash chorasi esa beda qandalasiga, lichinkalarga qarshi oltin ko'z entafagining 3-4 kunlik tuxumini 1:10, 1:20 nisbatlarda o'shandalar zarar kunanda sonidan kelib chiqib, ya'ni qo'llash. Kimyoviy kurash choralarida esa, ya'ni beda qandalasining zichligi soni har 100 tub g'o'zaga o'rtacha 150-200 taga va undan ko'proq bo'lganda kimyoviy kurash choralarini amalga oshiriladi. Bunda esa Spirpirifoz hamda Deplafos, Karbofos kimyoviy preparatlardan foydalangan holda zararkunandalar sonini kamaytirish mumkin. Ya'ni g'o'zani zararkunandalardan himoya qilish mavzusidagi ma'ruzamiz qisqacha shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.